Yo bola, barchaga salomlar bola. Men Xardaguli Samuray va bugungi videoda biz Amirchik va Obrazlar birga ko'rayotganda mana shu o'yin o'ynaymiz bola. O'yinga javob berdi Jamolov. U hamma o'yin o'ynab chiqqan edi, lekin bu o'yin o'ynamagan ekan bola. Jamolov короче, o emotsiya bo'psiz, ha? O, mana ketdi. Ben ko'rdim emotsiyani, ko'rdim. Ko'rdim, ketdi. Ting tashlaymiz bola, ting. Ketdi. Go bola. O yotishimni qaranglar, yo bola. Mayt uchib ketib bola urilmasligimiz kerak. Vay, urilib ketdimmi? Pastga bola tushiramiz, mayt sekin tushishni boshlaydi. Asta, oy, uchib ketyapman. Ay, mayt urilib ketdim. Yo bola. Biz ham urilib ketib to'xtab qolishimiz mumkin, buni qaranglar. Yo. To'xtab qoldingiz, ha? Kapta. Vay, bu to'xtab qoldik. Mana necha? Bunda $22,000 pullashadim. Saq zonagacha tushib bo'ldi, $22,000. Endi bu yerda bolalar biza bitta slaydlar bor ekan, har xil. Grup yozganida slayd qiling, Afrika slayd. Короче, bu yerda trail olsa bo'ladi pullarimizga. Qanaqa trail? Blue trail bor ekan, $10,000 ga o'shani olib qo'ydim. 4x qilib berar ekan pulimizni. Yo-mayo, ko'k mana kiyimimga mos Blue trail. Mana qaranglar. Mercury nima qotdi bu? Nima kiyib olgan? Oy. Hacker ekan bu. Yo-mayo, Mercury hacker bo'ldi. Cheater ekan bu. Biz ham aytda bo'ldi, o'zlarimizni, pullarimizni, radiusimiz, garaj kontrol, ya'ni speedlarimizni kuchaytirsak bo'ladi. Hatto kontrolni kuchaytirsak bo'ldi. Biz easy boshqaruvlarimizni, personajimizni, ibota tezligimizni ham kuchaytirsak bo'ladi. Bu yerda zonalar bor bo'ldi. Impossible zonada hech kim o'ta olmas ekan bo'ldi. Bu yerga biz o'tib ham ko'rsataman sizlarga hozir. Let's go. Hatto sariq tugmachani olsak bizga pul ham beradi. O mana kontrolimiz kuchaydi bo'ldi. Endi tez u yoqdan bu yoqqa siljayapman, day. Oy, mana sariq knopka 3 ga pul berdi. Yaxshi, to'g'ri o'tib ketamiz. Men knopka bor. Knopka turmam. Qoch, men sariqqa tushamiz. Yon tarafga o'tib ketyapman. Doim o'rtada o'tib ketdik. Yo-mayo, o'tolmadik. Bolalar to'xtab qoldik. Mana shu o'tilamizmi? Ay, sig'mas ekanmiz bu yerga. Bo'ldi. $83,000 bolalar. $83,000 endi nima bo'lsa bo'ladi. Yangi trail olamiz bolalar. $100,000 ekan bolalar, yangi trail. Garchi mana bu yerda o'zimizning kontrolimizni yoki coinimizni kuchaytiramiz. Nimani kuchaytiramiz bo'lsa, radius nimami? Wider key press? Nima narsa bu? Bolalar tushunmadim shunga. Mana kuchaytiramiz. Normal bolalar. Void tezligimizni kuchaydi. Inventoryimizda faqat auralarimiz bo'lar ekan, bitta soundlar ham bor ekan. Mana yerda keyin ana create qanaqadir narsa olsa bo'lar ekan, teleport qilgan bo'lar ekan, $1,000,000 stage 2 ga teleport qilish. Reverse qilsak bo'lar ekan. $10,000,000 da bolalar. Stage aniqsa reverse qilsak bo'lar ekan. $1,000,000 menga tekinga berdi. Yo-mayo. Endi mana yerda biz kontrolni kuchaytiramiz. Kontrolni katta kuchaytiramiz. Coinni kuchaytiramiz va bu yerda tezroq tashlaymiz. Keyin reverse qilsak bo'ladi $2,000,000 da. $10,000,000 reverse qilar ekanmiz. Da ketdi bolalar. $10,000,000 da keyin reverse qilamiz. Menga 2 gadan pul beryapti. Burisi boshqa gap. Let's go. Qaysi tezgacha bora olamiz bo'lasizlar. Oy, buncha tezmi bolalar? Yo-mayo. Uchib ketamiz. Oy, urib ketdim. Mana shu. Sariqda uchib ketamiz. Chiqa olmay qoldim bu yerga bolalar. Yo-mayo. $500,000, $600,000 pul berdi bolalar. Jamolovdan qarang, Jamolov. Qalay do'stim. Oy, Amirchikdan o'ynayapti. 16 ta tangasi bor ekan Amirchikda. Mana yerda o'tamiz bolalar, dayliz uchib ketamiz aytdi. Oy, yaxshi, yana uchib ketdim. Yana bittadan uchamiz. Sariq zonaga keldim. Zo'r. Bittadan o'ta olamiz. Mana bu yerda o'tish kerak ekan, men bu yerga kelib urilibman. Yo-mayo. Qancha pul berdi? $840,000 bolalar. Day, $1,5 bor bizda. $1,5 yangi trail olsa bo'ladi. O'sha trail orqali jiddiy ham tez kuchayamiz. 25x coin qilib berar ekan. Yo-mayo bo'ldi. 25x coin. Tay ketdi. Oy, 15 gadan beryapti endi menga. Yo-mayo, 700 ga golden knopkani olsam 700 ga beryapti. Urib ketgan joyim qaranglar. Yo-mayo. Oltin knopka olamiz. Tezligimiz qayta tiklab oldik. Suramiz bu yerda, sariqqa o'tamiz. Sariqda uchib ketamiz. Yana bitta uchamiz. Vay, o'tolmasak kerak bo'ldi. Oy, yopish. Bo'ldi, o'tolmadik. $7,000,000. O'sha yerda o'tolmaganmiz. $7,000,000 pul keldi bizga hozir. Coinimiz bilan tezligimizni yana kuchaytiramiz. Speed vahshiy tez bo'lib ketdi menga. Jamol bilan teng sakrayapman. Jamolovdan ham oldindashi. Let's go. Mana sariq tug bilan ko'proq yig'ishimiz kerak. Shunda juda ham ko'p pul ishlaymiz. Let's go. Mo'ytda sakrab o'tamiz. Oy, yaxshi. Tezligimiz ancha tez. O'tib ketamiz qala. Oy. Vay, yopilib qolar ekan bu yo'l. Maydamizmi? Biz ana medium sariq zoda o'tolmayapmiz. Juda qiyini bor. Undan ham qiyin. Undan stagelar bor bizda bolalar.
O'ta kredit ko'p bor ekan, bitta nima bor? $1 million golden kredit bo'ldi. Biz o'zlarimizga qanaqa narsa o'tsa bo'ladi inventorimizdan. Kredit sigiramiz, ichida nima chiqar ekan? Aura manimcha. Oy, aura tushdi bizga. 3x lik void aura tushdi bo'ldi. Normalni. Qana oyatdan upgrade kiramiz, tezligimizni tushirib qo'yamiz, suramiz bu yerdan bo'ldi. Endi bu safar yig'ib kelgan tezligimizni kuchaytirib, ayo, reverse qilamiz, reverse. Hadi knopka. Ay! $4 million berdi. Davay, let's go. Hayda. Urib ketmaslikka asosiy $80 ming dan beryapti menga har bitta yugurganimga. Yaxshi. Davay, mana shuni o'tsa, все, bo'ldi. Oy, o'tdik. Yaxshi, davay. Mana saqdan izlab olamiz. So'rma o'tirib o'tdik. Oy, qizil zonaga keldim men. Oy. Vallahi qizil zonaga keldim men. Qancha pulim bor endi meni? Yo. Oy, bitladan izlab o'tib ketyapman. Ay, mayli urilib qoldik. Mayli necha. $50 million pul ishladik bo'ldi. Kontrol hamma narsa nolga tushar ekan bo'ldi. Reverse qilgandan keyin davay reverse qilamiz. Reverse'imiz normal bo'ldi. Men yana tezligim o'zimga qaytib qoldi bo'ldi. Let's go, boshqatdan pul ishlaymiz hozir. Mana nimani gaplashyapti. Askaldi men 2018 WhatsApp. O nima qilyapsiz? Nima qildi menga? Yotishim qayerlar? $1000 pul berdi menga. $1000 kuchaytiramiz hozir, tezlik kuchaytiramiz. Mas qilib kontrolni ham ancha tezroq yuradigan bo'ldik. 20 ta reverse'dan keyin world kelgan o'tib bo'lar ekan bola. Let's go, ketdi. 60 ga pul berdi. 60 ga pul berdi yana. Doimo ikkinchi zonaga keldi. Yaxshi. Bitta biz o'tiramiz. Davay, stage 3 ga kelyapmiz. Davay, bitta o'tiramizmi? Stage tezga yetarmikan? Yorib qoldik. Normalni stage 4 gacha kelyapmiz. Stage 4 ga keldik o'zi. Yo-mayo. Zo'r bo'ldi. Ay, o'lib qoldik. Bo'ldi. $2 million pulimiz bor. Zaten $2 million oldik. Mabet ise yana tezligimizni va kontrolimizni ham kuchaytiramiz, pulni ham hamma narsani kuchaytiramiz. Endi bitta o'zdan narsamiz turibdimi? Inventoriga kirishda hamma narsasi turibdi ekan. Let's go bo'ladi. Juda ham tez tushib ketamiz. 50 kadam beryapti o'zi menga. O'zi 50 kadam beryapti, buni qaranglar bo'ldi. Oy, 2,5 million. Oy, 3,5 million. Urib ketdim men. Nima etdik? Jamolov yuribdi bo'ldi. Ay, men to'xtab qoldim-ku. Ha, evet, o'tib ketamiz. Let's go. O'tib olamiz. Amallab o'tdik. Yaxshi. Sariq zonadan o'tib ketdim. Qizil zonaga keldim. Yo-mayo bo'ldi. Qizil zonaga keldim men pashti. 260 gadan beryapti. Ay, mashinaga urildim yana. Mashinada olmayapman. $55 million bo'ldi. Reverse qilgan bo'lar ekan endi $50 million ga. Reverse qaradi. 4x coins qilib berar ekan reverse'dan keyin. Zo'r bo'ldi. 4x coins oldik bo'ldi. Reverse qovurish kerak dalishda, chunki reverse juda ham ko'p pul beradi, bizga beradi. 2 kamat. Ay, mana klubga oldim. Yaxshi. Let's go. Ikkinchi o'lik. Ana uchirishni qaralar, Mercury'ni mashinnik. Yo-mayo, uchirishni qaralar. Cheater ekan Mercury, bo'ldi, cheat qo'yib qo'ygan. Oppa, yaxshi. Oy, ay, qatib qoldik mashina yana. Aytib o'tishimiz kerak. Ay, birinchi qoldi. Davay, bitta o'tdik zo'rg'a. Stage 4 ga keldik, bo'ldi, medium yana. Hatta knopka dafiga pul beradi bizga. $270 ming. Yaxshi bitta o'tamiz. Ay, o'lib qoldik. $4 million bor. Mana. $4 million ga bo'lib tezligimizni kuchaytiramiz. $4 million. Emon qara, Mercury qatgacha ketyapti. Yo-mayo, bo'ldi, pastga crossdan mana Mercury o'tib ketyapti hamma joydan. Men hammasidan kuchaytirdim. Tezligini ham kuchaytirdim dashi. Qani endi ketdi bo'ldi. Qayergacha boralar ekan? 55 gadan berish boshladi o'sha. 2,5 million. Hatta stage 2 da o'tyapmiz. Yaxshi. Buncha tez yuguryapti meniki. Yo-mayo. Buncha tez bo'ldi. Davay, men urilib ketdimmi? Yo. Ketdik. Endi ketdik. Davay. O'tolamizmi bo'ldi, tezligimiz yetar ekan. Ay, yetmas ekan. $24 million. Keyingi reverse'imiz bo'ldi $250 million ekan. $24 million yozibda kontrolni kuchaytiramiz. Mo'lan kuchaytirib qo'yamiz. Tezligimiz normal o'zi yetadi. Bundan tez uchib ketgan bo'ladi aldashi. Ketdi. Hayotda uchamiz. Stage 1, stage'da o'tganimiz sari bizga juda ham ko'p pul kelaveradi. Urilib ketganim qaranglar. Men knopka olaman deb $30 million pul beryapti bitta knopka olganimga. Yo-mayo. Men tutamiz yon tarafdan. Mashina zo'r ekan, yon tarafda o'tib ketib o'tar ekan. Urilib ketdim. Vay, chiqib qo'ydik bo'ldi. $224 million. Hozir bu 8x ga reverse qilamiz. Ketishdi. Voy, ketdi. Mana shu knopka olsam bo'ldi, reverse qilamiz. Ay, urilib ketdik, bo'ldi. Tugatamiz, bo'ldi. $40 million var, reverse bo'ldi. Yangi reverse'ni bosib o'ramiz. Mashina o'zida dan ketdi. Endi men knopka olamiz, ketdi.
Voy. Mana shu knopkani beringlar menga. 240 ga beryapti atigi bitta knopka. Bo'ldi. Hali levellarimiz past juda ham. Stage 2 ga keldik. Let's go. Men o'g'lamiz. Knopkalar kerak knopkalar. Davay ikkita knopka olay. Bitta knopka olay. Yana bitta. Yaxshi. Mana knopkani olamiz. Let's go. Davay. Yon tarafdan bitta emas, yon tarafdan o'tib ketamiz. Tez. Yaxshi, bittadan o'tiramizmi? Voy, bo'ldi bolalar. 3 million pul yig'dik. Yetadi. Endi biz tezligimizni kuchaytirib olamiz. Mana tezligimiz, mana kontrol, hammasini maksga tashlaymiz. Bo'ldi, ketdi. Endi pul ishlashim ko'rasiz hozir bolalar. Let's go. Pul ishlashim qayerlar bolalar? 60 gadan beryapti. 3 million dollar ishi. Tezlikni qaranglar, tezlikni. Yo-mayo. Oy, bolalar. Tezlikni ko'rasizlarmi? 24 million dollarni kuchaytiramiz mana uni. Tezlikni, pulni hammasini kuchaytiramiz bo'ldi. Yarim milliard yig'ib qo'ysak bo'ldi. Yana bitta reverse qo'rar ekanmiz. Let's go. Kechalardi. Ko'rilib ketdimmi? Atang qilyaptim bu kod. Oyoqqa pishasan, kuyasan. O'tdik mana shu yerdan. Yaxshi. Qizildan ham o'tamiz. Zo'r. Voy, gurilganim bo'lmayapti-da bolalar. Bittadan easy. O'tib ketamiz. Voy, o'tolmadim. Mayda necha? 800 million dollar bolalar tezlik emas. Hammasini ketib tashlayman hozir. Let's go. Endi tushib ko'raychi pastga qaysi zonaga borar ekanmiz bolalar. Let's go. Mana tangacha olamiz. 97 million. Yo-mayo. Sog' qoldi. Tormoz bormi ekan bunda? Tormoz. Uchdik yaxshi. O'tib ketishim qaranglar. Oy. Professional darajada o'tib ketaman. Davay. Mana shu o'tish kerak endi, mana shundan. To'xtab qoldik-ku. 1,5 milliard beryapti menga yana. Davay, kontrolni kuchaytiramiz, pulni kuchaytiramiz bo'la. Pulni soqqandan ketdi. Speedni kuchaytirib qo'yish kerak lekin. 200 million atigi bitta knopka olganim uchun. Yo-mayo, ikkita knopkani ham oldim. Davay, ketdi. Qaysi stagega bora olamiz? Yana urilib ketdi mana shunga. Ko'cha. Hoppa, hadi sakraymiz. Sakra olmadi. Bosh tutsak bo'ldi. Oy, mana shu yerdan urildim bor. Stage 4ga keldik. Juda ham ko'p pul beradi mana stage 4. Oy. Mana shu olamiz. Davay. Qizilga keldik. Oy. Qizilga o'tdik. Stage 6ga keldim. Yo-mayo. Stage 6ga 1,5 milliard beryapti. Oy. Bola. Qo'y bor meni. Stage necha keldim hozir? Bola, stage necha keldim? Buni qaranglar. Yo-mayo. O'l. 15 milliard dollar bola. Bunga tezlikni kuchaytiramiz, mana maksimum qilishimiz bolalar. Yo-mayo. Qani ketdi, qanchalik tez pastga tushar ekanmiz endi. Tezlikni vaqt kuchaytirib tashlamiz. Kontrolni ham juda ham kuchaytirib tashlagan. Yo-mayo, tezlikni kuchaytirishni qaranglar. Qirib qoldik. Voy, ketdi. Oxirgi zonaga borish harakat qilamiz. Merkuriy nima qotdi yerda bolalar. Uchib yuribdi Merkuriy, uchib ketdi. Voy, urib ketma. Tezlik вообще baland. Davay. Yaxshi. Mo'yatdan o'tishimiz kerak. Zo'r. Urib ketamiz. Sekin. Sekin. Voy, mana qanday kelib urildim? Yo-mayo bolalar, reverse qo'ramiz shekilli. Yana bitta tushib ko'rakchi bolalar, yana bitta tushib ko'rak. Juda ham kayf berar ekan bu. Let's go bolalar. 3-chi boyos, 7-chi, 8-chi stagegacha borib tashlab, yaxshi urilib ketaverar ekan bor. Mayt o'tib qolamiz. Tez. Yaxshi, stage 4ga keldik. Oy, tepasida o'tib ketdim. Yo-mayo. Oy, yaxshi. Stage 6. Bu yerga stage 6 bolalar. O'tdik bolalar. O'rtada o'tib ketamiz endi. Tezlik kerak bizga. Tezlik. Yaxshi. Maytdan easy o'tib ketishimiz kerak. Chekkadan o'tamiz, mana chekkadan. Oy, stage 7, stage 8 ga kelib qoldikmi? Yana. Oy, o'tdik bittadan ham. Azgincha. Tezlik ko'p kerak ekan menga bolalar. Tezlik ko'p kerak ekan-ku. Mayta sekin yurib turib pul ishlasa bo'lar ekan. 49-50 milliondan beryapti buni qaranglar. Sekin yurib pul ishlab olsak bo'lar ekan bu yerda. Normalniy bo'la 16 milliard pulimiz bor. 16 milliardga nimani kuchaytiramiz? Tezlikdimi bolalar? Yo-mayo. Hammasini kuchaytirishman. 2x deb bir nima berdi menga. Oy. 466 milliondan beryapti. Pulimiz endi 2x qilib berar ekan. Uchim qaranglar bor, tezligimni ko'ringlar sizlar. Mayt urib ketishim qaranglar. Yo-mayo 1 milliondan beryapti. Hoppa. Stage 4. Yaxshi. Voy! O'ldim. Voy, 3 milliard dollar pul berdi bolalar. Yo, korotchi bola jurnal video tugataman bola o'yinchi degan menga. Yo'qda hozir reverse ham qo'ramiz bola. Albatta keyingi qismda bu videoni ikkinchi qismini xohlasangiz ikkinchi qismini ham o'ynaymiz bolalar. Hammaga xayr bo'la, keyin ko'rishguncha